Beton markasi va klassi o'rtasidagi farq nima? Betonning mustahkamligini ko'rsatadigan ikki xil tushuncha bor: marka va klass. Betonning markasi betonning o'rtacha mustahkamligini bildiradi. U M harfi va raqam bilan belgilanadi. Masalan, M300 degani betonning o'rtacha mustahkamligini taxminan 300 kg santimetr kvadrat ekanini anglatadi. Beton mustahkamligini odatda 28 kun qotgandan keyin maxsus namunalar sinovdan o'tkazilib aniqlanadi. Lekin marka faqat o'rtacha natijani ko'rsatadi, ya'ni har bir beton namunasi aynan shu mustahkamlikka ega bo'lishi shart emas. Beton klassi esa betonning kafolatlangan mustahkamligini ko'rsatadi. U B harfi va raqam bilan belgilanadi. Masalan, B30 degani beton kamida 30 megapaskal bosimga bardosh bera oladi. Bu shuni anglatadiki, sinovdan o'tgan beton namunalarining 95% shu mustahkamlikdan past bo'lmaydi. Oddiy qilib aytganda, marka betonning o'rtacha mustahkamligi, klass betonning kafolatlangan mustahkamligi. Shuning uchun hozirgi qurilishda ko'proq beton klassi ishlatiladi, chunki u beton sifatini aniqroq ko'rsatadi.